Leksimizni başlaymiz. Hürmetli vatandaş. Yukarı leksiyanın devamı. Xudoga shukr. Eşvettim kamera. Nimdigen toq ahırda masalan hamkorlashishga mumkin bo'lgan ahvol ostida hamkorlashamiz. Agar qarshilashish kerak bo'ladigan bo'lsa, qarshilashish, to'g'ridan-to'g'ri yuzlashimiz kerak. Shuning uchun bugun biz bu yerda musha masalalarni muhokama qilamiz. Cümleden sizlarga Amerikaning ko'p tarafli xizmatlarda avval va keyinlik tartiblarini tanishtiramiz. Shunglashqa biz bugun va atki vaqt ichida biz sizlar bilan muhokama elib boramiz. Rahmat sizlarga. Amerika Qo'shma Shtatlari suhbat vakili davlat ishlar kotibi Antony Blinken yana mundaq ko'rsatdi. Müdür yangicha söz başlaştım burun men davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan'ni bir necha cümle so'zlashga taklif qilaman. Amerika Qo'shma Shtatlari Aqsaray davlat bexatarligi maslahatchisi Alyaska suhbati vakili Jack Sullivan'ning so'zlagan so'zi. Rahmat. Biz birlikda müdür yangichani samimiy qarshi olamiz. Hem Jungo'nun erbabı Wang Yi'nin Alyaska'ga ziyaretke kelgenliğini qarshi olamiz. Alyaska Amerika'dan yiroq bir joydagi shtatimizdir. Amerikada boshqa shtatlar bugünkidek bu yig'inimizga bundaq keng quchoq ocholmaydi. Endi yana avrishim bir ruh bilan muomala qilolmaydi. Undaqda her jihatdan aytganda bu shtat Alyaska Amerikaning ro'yiga vakillik qiladi. O bo'lsa-mu, ya'ni bu yerda Prezident Joe Biden ta'kidlagan bir prinsipni nihoyatda qisqa vaqt ichida ko'rib yetolmaymiz. Bizning bu unumli qarshilik ko'rsatishimiz kechiringlar ikki takrar bo'lib ketdi. Juqumli virus o'xshashli iqtisodni gullantirish har qaysi taraflardan Amerikaning kuchini va amaliy kuchini qayta gullantirish. Undaqda biz ruhni, yana o'xshashla Amerikaning negizlik ro'yi, qimmat qarashlariga vakillik qiladi deb qaraymiz. Prezident Joe Biden bizning bu ishlarni qila oladigan qobiliyat ekanligimizni gavdalantirdi. Bundoq umidvorlik ro'yimiz va bundoq siyosatimiz. Buningdan burun to'rt taraf yuqori darajaliklar yig'ini, masalan Hindiston, Avstraliya, Yaponiya, Amerika bir ruhni muvaffaqiyatlik yaratganligini ko'rdik. Yig'inning g'albilik ochilganligini ko'rdik. O'xshashli biz ittifoqdoshlarimiz bilan birlikda endi Tinch okean rayonining erkin, echib etilgan, muqim tinch rayon ekanligini, bu masalada irodamizning o'zgarmaydiganligini bildiramiz. Hamda bu fursatning intayin yaxshi bir fursat ekanligini butun dunyo oldida ko'rsatdik. Amerika xalqi hamda Amerika bu davlatning manfaati, biz shuni ko'rib olaymizki, biz halilar so'zlab o'tgan bir qator tadbirlar shuni ko'rsatib berdiki, biz Jungo'ning ba'zi qiliqlariga chunqur diqqat qilamiz. Jumladan iqtisod va harbiy ishlarda demokratiya qimmat qarashlar jihatda bizga va bizning ittifoqdoshlarimiz va do'stlarimizga majburiy yurgizish zo'ravonlik qilish, majburlash shaklida zo'ravonlik qilish. Bular bugun biz bu yerda biz muhokama qiladigan muhim mavzulardir. Biz yana shunday hisoblaymizki, bu muhokama qiladigan mavzular yolg'iz Amerikaning emas, butun dunyo diqqat qilyotidi. Ham dunyoda nurg'un davlatlar bizning do'stlarimiz, ittifoqdoshlarimiz diqqat qilyotidi. O'tgan bir necha oy ichida do'stlarimiz va ittifoqdoshlarimiz maslahatlashgan chog'da ular o'xshashli bizga bu mavzularga diqqat qilayotganligini bildirishdi. Shunglashqa biz maydonimizni shariylaymiz. Jungo tarafga va butun dunyoga maydonimizni shariylaymiz.
Uyg'uriston masalasi, Hong Kong masalasi, Tayvan masalasi, Tibet masalasi bo'yicha butun dunyoga biz maydonimizni Amerika Qo'shma Shtatlarining maydonini sharhlaymiz. Amerikaning qilayotganlari va Amerikaning o'ylaganlari Amerika xalqining manfaatini qadam-qadam ilgari surdi. Raqobatga intayin ochiq pozitsiya bilan muomala qilamiz. Ham maydonimizni sharhlaymiz. Shunlashqa biz mushu ruh asosida bugun va bundan keyin Jungo taraf bilan muhokama olib boramiz. Diqqat vatandoshlar. Şunlaşqa biz mushu ruh asosida bugun va bundan keyin Jungo taraf bilan muhokama olib boramiz. Rahmat. Amerika tarafdan ikkinchi nafar suhbat vakili Amerika Qo'shma Shtatlari Oqsaroy davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan. Tegdi vatandosh, mana ikkinchi qatim ishlangan yoki ikkinchi qatim video film ishlash kompaniya yoki kanallarının ikinci qatimda shaklamavi. Endi Xudo bursa ata men sizlarga va'da Amerika Qo'shma Shtatlari, Amerika radiosi, Amerika Xitoy tili radio programmasining anadaki video film ishlash kanalida berilgan ham ovozliq asari, muhokama ovozliq asari, ham yozma asari. Onu vatandaşlar yetkizimiz Xudoyim burası vatandaşı. Endi tüvende iki cümle muhokama qiluvchimiz.